Let's start. Assalomu alaykum, my beautiful people. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Bu meni YouTube'dagi eng birinchi videoyim. Bugungi videoyimda birdaniga aytib o'tay, nima haqida gapirmoqchi ekanligimni, binafsha shu'lasi haqida ozgina gapirib bermoqchiman. Am, Ozgina hayajonlanyapman, chunki YouTube'ga video qo'yish, nimadirlar gapirishni plan qilib yurgandim anchadan beri, lekin hech qachon boshlab olganim yo'q edim. Ana ertaga qilaman, mana undan qilaman, bugun qilaman derdim, nega orqaga tashlab yurardim. Bugun hozir soat 11 bo'lsa ham, kech bo'lishiga qaramasdan, boshqa ishlarim turgan bo'lishiga qaramasdan, videoni yozishga qancha simple bo'lsa ham, qanaqa oddiy bo'lsa ham, nima deydi, men o'zim xohlagandek mukammal bo'lmayotgan bo'lsa ham boshlashga qaror qildim. Xo'sh, bu kitobni men ancha oldin o'qib bo'lgandim. Birinchi qismini mayli atrofida o'qidim и keyin esa ikkinchi qismini o'qidim. Keling birinchi bo'lib turib, birinchi qismi haqida gapirishdan boshlaylik. Aslida bu kitobni unaqa qiziqish bilan sotib olmaganman. Bu kitob menga sovg'a bo'lganligi uchun и ko'pchilik o'qiganligi uchun, nima deydi, Instagramdan yonimdan chiqqani uchun, YouTube'da hamma tavsiya qilganligi uchun qanaqa qiziq kitob degan, qanaqa kitob ekan degan savol bilan boshlagan edim. Keyin o'qiy boshlaganimda kitobda menga eng yoqqan jihati nima bo'lganda, u yoqdagi asardagi yengil va o'quvchiga judayam sodda qilib yetkazib berishligi bo'lgan birinchi qismida. Voqea hamma o'zi biladi o'zi nima bo'lganini, nima voqealar bo'lganini, o'zi YouTube'dan qancha odamlar obzor qilib bo'lgan bu kitobda. Lekin voqea haqida qisqacha aytib o'tmoqchiman, agar bilmaganlar, ko'rmaganlar bo'ladigan bo'lsa yoki o'qimaganlar bo'ladigan bo'lsa. Bu kitobda Hayo ismli qiz bo'ladi. U o'smirning yoshidagi bo'ladi. Onasi olamdan vafot etgan, olamdan o'tgan bo'ladi va dadasi bilan katta bo'layotgan bo'ladi. U qizni hayotida hamma imkoniyat bo'ladi. O'ziga yetarlicha to'q oilani farzandi bo'lganligi uchun hamma narsa bilan nima deydi, imkoniyati bo'ladi. Va bir kun ular yangi uyga ko'chib o'tadi. Dadasini eski mahallasidagi uyga ko'chib o'tadi. Va ko'chib o'tganidan keyin bitta qo'shnisi bilan tanishib qoladi. Amin ismli bir odam bilan, bir shaxs bilan tanishib qoladi. Amin Hayoni kitoblarga qiziqtira boshlaydi. Ya'ni menga bitta jihati juda ham yoqqan. Amin gapirib berganda, Aminni Hayo bilan gaplashishi juda ham sirli bo'lgan. Hayoni shunaqa Hayoga qo'shib ham bu o'quvchini ham o'ziga tortib turadigan suhbatlar qilib berardi-da, Amin. Hamma savollariga javob bermasdi. Questionli, orqasida bunaqa odam o'ylanib qoladigan, qani nima derkan Amin? Nimaga u bunaqa harakat qilyapti degan narsani beradigan ssenariy asosida yozilgan bo'ladi. Natijada Hayoni Amin qaysidir ma'noda qiziqtira oladi va o'zini kitoblari olamiga taklif qiladi. Aminda shunaqa kitoblar olami bo'ladi, u omborxona bo'ladi. O'sha aynan omborxonani ichida Aminni kitoblari umuman boshqa kitoblarga o'xshamaydi. Har bir kitobi sehrli bo'ladi. Har safar Hayo bitta kitobni ochib o'qishi bilan, mana bunaqa ochib o'qishi bilan ochishi bilan kitobni ichidan nur chiqib ketadi. Mana bu yerda o'zi ko'rsatib qo'yilgan nur chiqib ketadi va Hayo o'sha kitobni ichiga kirib ketadi. Kirib ketganidan keyin kitobdagi voqealarni ichida yashaydi, kitobni ichidagi bosh qahramonlarga aylanib qoladi. Ya'ni haqiqatan ham bu yoqda muallif ko'rsatib bera olgan qanaqa jarayon ketadi agar siz badiiy asar o'qiydigan bo'lsangiz. Mana shu narsani juda ham chiroyli ko'rsatib bera olgan. Keyin kitob yakuniga kelib qolsa, misol uchun Hayo o'qiydigan kitob yakuniga kelib qolsa, binafsha gulini ko'radi и o'sha binafsha shu'lasiga, binafshaga teginishi bilan yo binafshani ko'rishi bilan kitob yakuniga yetayotganligini biladi va binafsha shu'lasini ko'rganda kitobdan qaytib chiqadi, yana mana bunaqasiga bo'ladidagi nurlar chiqib ketib, Hayo kitobni ichidan qaytib chiqadi va bu narsa Hayoga juda ham yoqadi. Har kuni, har bir soniyasi vaqtini Amin bilan o'tkazishga harakat qiladi. Afsuski Amin og'ir kasallikka duchor bo'ladi va o'sha vaziyatda Hayo Aminni har doim nima deydi, yoniga borib, og'ir kasallikka duchor bo'lganda komaga tushib qoladi. Shifoxonada yoniga borib, shunaqa Aminga kitoblarni o'qiyotganligini, kutubxonadagi oddiy kitoblarni o'qiyotganligini, lekin bu kitoblar hech qaysisi Aminni kutubxonasidagi, Aminni omboridagi kitoblarga o'xshamasligini aytib beradi. Va oradan vaqtlar o'tganidan keyin Amin tuzaladi. Va bu orada Hayo ham aynan universitetga topshiradigan yoshga yetib qoladi. Hayo birinchi asar boshlanishida 12 yoshda bo'ladi va kitob oxiriga kelganda o'sha Amin kasal bo'lib tuzalganidan keyin 18 yoshlar atrofida bo'ladi. Chamamda adashmasam esimdan chiqqan bo'lishi mumkin. Aynan o'sha 18 yoshlar
vaqtida u o'qishga ketadi va o'qishga ketgan vaqtida Amin bilan yozishib turadi, Aminga xatlar yozadi. Eng ikkita qiziq joyini aytaman hozir. Aminga xatlar yozadi, Amin bilan aloqada bo'lib turadi va har safar xat yozganida Amin aslida eng qiziq fakt, Amin o'qishni bilmagan. Uni kitoblari sehrli bo'lgan, prosta o'sha kitobni ichiga kirib yashagan bo'lgan va Amin har safar o'sha Hayo borganida omborxonasida bitta oltin quticha bo'lardi. Oltin qutichaga siz nimani solasiz desa, men o'sha umrim davomida o'qigan va eng qadrli deb topgan bitta kitobimni solib qo'yaman deydi. Va mana shu yerda eng emotsional joyi keladi. Hayo Amin o'lganidan keyin qaytib kelganida, o'zini eski shahariga o'qishidan qaytib kelganida, qutichani ichidan katalogni ichidan o'sha katalog deb noto'g'ri aytdim. O'sha qutichani ichidan o'zini xatlarini topadida, o'zini xatlarini topib judayam boshqacha bo'lib ketadi. Mana shu joyda rosa yig'laganman. Qanaqadir nima deydi, men hayotim davomida o'qigan degan ma'noda, hayotim davomida o'qigan eng chiroyli jumlalar degan ma'noda o'sha qutichada saqlangan bo'ladi. Va yana bitta qiziq fakt shunda bo'ladiki, Amin o'qishni bilmaydi. O'qishni bilmaganligi uchun uni qo'shnisi kelib, Hayoni yozuvlarini, Hayoni xatlarini o'qib beradi. Va shu joyda shunaqa bitta chiroyli quote yozilgandi. Sen qadrli insoniyni xatla olsang-yu, lekin mening olamimda topoling. Qadrli insoniyni xatla olsang-yu, lekin o'sha narsani tushuna olmasang, bu eng katta og'riqli bo'ladi. Lekin meni hayotimda o'sha Hayoni nima deydi? Hayoni maktublari eng go'zal asarlardan biri bo'lib qoladi deb turib, ma'noni shunaqa qilib berib ketgan bo'ladi. Judayam chuqur ma'noga ega. Yana bitta joyi bo'ladi. Birinchi kitobni berganida Hayo o'qigan xonandasi bilan tanishadi kitobda. Uni turmush o'rtog'i Hayo o'qigan kitobda, o'sha kitobni ichida Hayoni turmush o'rtog'i Arandas bo'ladi. Keyin ko'milganidan keyin, Amin ko'milganidan keyin, Aminni o'sha qabrini boshiga kelib o'tirganida bitta bola kelib qoladi. Boyagi qo'shnisini, xatlarni o'qib bergan qo'shnisini o'g'li kelib qoladi. Shunaqa oyim sizni chaqirdi, nimadirlar deydi. O'sha joyda suhbat aniq esimda yo'q, lekin men Arandasman deydi. Shu bilan suhbat tugaydi. Kitob tugaydi, birinchi qism tugaydi. Bu judayam perfect, nima deydi, judayam mukammal tugatish deb o'ylayman. Chunki bu narsa orqali yozuvchi o'quvchini judayam katta savoliga solib qo'yadi-da. Voy, nima bo'ladi keyin, qanaqa bo'ladi, nima bo'larkan degan emotsiya bilan kutganman-da ikkinchi qismni. Va meni xayolimda Arandas, Hayo ularni hayotida qiziq bo'ladi, nimadirlar bo'ladi degan orzularim, qanaqadir o'zimni miyamda ichida imaginationlarim bor edi. Miyamda ichida tasavvurlar bor edi. Birinchi kitobga qo'ygan bo'lardim. Misol uchun o'sha 12-13 yosh atrofidagi o'quvchilarni kitobga qiziqtirishga, umuman olganda возрастda kitob umuman o'qimay yurgan odamga, kitob o'qish nimaligini bilmaydigan, kitob o'qish shirasini bilmaydigan odamga kitob o'qishda shirasini tushuntirish uchun yordam beradigan eng yaxshi kitoblardan biri deb o'ylayman. Normalnik deb o'ylayman. Bunga men o'zimni yaxshi baholarimda. Agar zo'r, yaxshi eng zo'ri bo'ladigan bo'lsa, yaxshidan balandrog'ini bergan bo'lardim. O'ndan 7 atrofida qo'ygan bo'lardim. Menga birinchi qismi yoqqan, meni xursand qilgan, menga qanaqadir yig'lata olgan, emotsionallik bog'liqlik bera olgan kitob. Ammo, ammo degan joyi bor. Ikkinchi qism haqida gapiradigan bo'lsam, 8 minut atrofida gapiribman. Ozgina uzun bo'ladi, lekin bu narsani tugatib qo'ymoqchiman ikkinchi qism haqidayam. Ikkinchi qismni boshlayapman. Arandasam yo'q, hayoyam yo'q. 200-betdan o'tdim, 300-betdan o'tdim. Rozi bilan Maryam degan umuman boshqa odamlarning hayot tarzi ketyapti. Va ikkinchi qismda to'g'risini aytsam, men o'zim kutgan narsani ola olmadim ikkinchi qismdan. Ba'zida aytadi-ku, shunaqa kinolar bo'ladi yoki asarlar bo'ladi, o'shani birinchi qismida qoldirgani yaxshi deydi-ku, birinchi qismi bitta legendarniy bo'lib qolgani yaxshi deydi-ku. Bu yoqda voqealar qanaqa bo'ladi? Maryam bilan Rozi bo'ladi. Maryam uylangan emas, turmush qurgan ayol bo'ladi. Rozini o'zini qishlog'idan olib ketadi, Roziga uylanadi. Rozi onasini rozi qilmasdan chiqib ketgan bo'ladi, lekin otasi o'g'lim bor, o'qi, o'zingni ustingda ishlagin degan narsani agitatsiya qilgan bo'ladi. Lekin Rozi 1 yildan keyin qaytib kelsa, nima bo'ladi? Dadasi o'lgan bo'ladi. Va bu joyida keyin onasi yana borib ketur o'sha joyga deydi. Keyin Rozi qaytib ketadi va bu o'rtada Rozi biladi, Maryam uylangan, turmush qurgan, Maryamda farzandi borligini biladi. Juda ham ko'p chalkash voqealarga qanaqadir nima deydi, xuddi telenovella ko'rgandek bo'ldimda. O'zbeklarda telenovellasi bo'ladi-ku, shunaqa telenovella ko'rgandek bo'ldim. Va men o'ylagandim,
bu yoqda oxirida meni eng hafsalamni pir joyi hamma o'sha kitobdagi Aminam, Hayoyam va Maryamam, Roziyam hammasi bitta partiyada, bitta ziyofatda paydo bo'lib qoladi, o'lganlar tirilib keladi. O'sha joyda tamom bo'lgan. Qanaqadir men kutgan ana bu emotsiyani olmagandim. Menga naоборот yaxshiroq edi. Menga yaxshiroq bo'lardi o'sha birinchi qism, bitta qism bu mana shu binafsha shu'lasi bo'lib, Arandas bilan Hayoni hayolimdagi hayotida yashatganim yaxshiroq edi. Lekin bu yoqda Arandas bilan Hayoni men topmadim. Amin qayta tirilib keldi. Maryam bilan Rozi bularni hikoyasini ichiga qo'shilib ketdi. Qanaqadir umuman bog'liqlik yo'q bo'lgandek ko'rindi. Misol uchun, Rozi yana bitta menga eng nima deydi, savollarga to'xtatib qo'ygan joyi bo'ldi. Rozi misol uchun onasini rozi qilmasdan chiqib ketdi. Men aytdim, o'sha joyda Maryam o'lishidan oldin voqealarni tez gapirganim hisobiga to'liq tushuntirib bera olmadim. Lekin Maryam o'ladi. Maryam o'lganidan keyin Rozi va Vahobmidi? Vohid degan o'g'liga Rozini vasiy qilib ketadi. Men o'sha joyda Rozi bu narsani qabul qilishga qiynaladida. O'sha joyda o'ylagandim, Rozini hayotida ham xuddi o'sha narsa bo'lgandi. Ya'ni Maryam judayam farzandini cheklagan bo'ladi, farzandini qo'shmagan, farzandini autismi bo'lganligi uchun insonlardan ajratgan bo'ladi. Roziyni ham hayotida xuddi o'shanaqa bo'ladi. U kasal bo'lmaydi, lekin onasi maktabdan ajratib olgan bo'ladi. O'zini nima deydi, atmosferasini qurishga, mustaqil yashashga qo'ymagan bo'lardi. Men o'ylagandim, hozir bu narsada Rozi o'rganadi, o'sha onasidan separatsiya bo'lishdi, onasidan ajralishdi va nimaga bunaqa voqealar sodir bo'lganini tushuntirib beradi. Qanaqadir psixologik nimadir bo'ladi deb kutgandim. Afsuski, hammasi alov-dalg'ov bo'lib ketdi. Onasi bir joyda qolib ketdi, otasi o'lib ketdi. Qanaqadir qadriyat jihatidan ham men o'ylayman, kitob o'qiganda siz o'zingizga qadriyat olishingiz kerak edi. O'sha joyda o'sha ota-onasini bekordan-bekorga tashlab ketdi. Mana shu jihatidan men bo'ladi. Yomon emas, qanaqadir ertaknoma o'qib yozilgan, lekin reyt qilmagan bo'lardim kitobda. Necha deb bera olmagan bo'lar edim. Lekin birinchi qismi yaxshi. Birinchi qismiga gap bo'lishi mumkin emas. Tavsiya qilgan bo'lardim o'qishni. Bunda o'qib turib, bunga o'tmasa, mana shu joyda Arandas bilan Hayoni shirin hayotidagi, xayollaringizdagi hayotida qoldirganingiz yaxshiroq. Ozgina ko'p gapirdim. Bilaman, birinchi videomda ozgina ko'p va tez gapirdim. Ozgina hayajon bilan gapirdim, tez gapirdim. Lekin o'zimni majburlab bugun qilmasam qolib ketishini точно bilardim. O'shaning uchun hozir birdaniga YouTube'ga yuklab qo'yaman. Menda odatda bo'ladi kontentlarim inshaalloh kitoblar haqida, psixologiya haqida, MBTI agar biladiganlar bo'lsa, MBTI haqida bo'ladi, zodiak sayrlar haqida gapirib o'taman va nimaniki topsam, yo o'zimga qiziq deb topsam va o'sha narsada emotsiya olib o'rganadigan bo'lsam, hamma o'rgangan narsalarimni ushbu YouTube kanalimda siz bilan ulashib boraman. Bugun 26-iyul va bizadagi YouTube'dagi eng birinchi sodda lekin o'zimni majburlab boshlagan birinchi YouTube videoyim bo'ldi. Thank you for watching.